Bugungi ko'rgan darsimiz reading part 4 true false not given mashqi bo'ladi. Bu asosan B1 darajadagi o'quvchilar uchun. Xo'p, test 1 dan boshlaymiz. The rise of online learning, ya'ni onlayn o'rganishni o'sib borish haqidagi matnda true false not given mashqini bajaramiz. Xo'p, birinchi bo'lib savollarni o'qib olamiz. According to the passage, online learning become much more common because o'sha passagega ko'ra, ya'ni matnga ko'ra onlayn o'rganish yanada ommalashib ketyapti. Buni sababi nimada deyapti. Xo'p, birinchisida universities became cheaper. Universitetlar arzonlashib ketdi. Students preferred smartphones. Talabalar smartfonlarni afzal ko'rishyapti. The COVID-19 pandemic changes the education system. COVID-19 pandemiyasi o'sha ta'lim tizimini o'zgartirib yubordi deyapti. Teachers refused to work in classrooms. O'sha o'qituvchilar sinf hollarida ishlashni rad etishyapti. Endi qaranglar, shu variantda qaysi biri to'g'ri ekanligiga matnga boramiz. Hop, over the past few years, online learning has become important part of education. O'tgan bir necha yil davomida onlayn o'rganish ta'lim tizimining muhim bir qismiga aylandi. Millions of students around the world now study from the home using computers, tablets and smartphones. O'sha dunyo bo'ylab millionlab talabalar hozirgi kunda kompyuter, planshet, smartfondan foydalanib dars qilishadi yoki o'qishadi. Although online education existed before, the COVID-19 pandemic made it much more common, forcing schools and universities to move their classes online. Garchi onlayn ta'lim o'sha eskidan mavjud bo'lsa-da, COVID-19 pandemiyasi buni yanada ommalashtirib yubordi. O'sha maktab va universitetlarda onlayn tizimga o'tishga majburladi deyapti. Demak, biz savolni o'qiganimiz bo'yicha nima online learning become much more common qildi? To'g'ri javob endi bitta C bo'ladi. COVID-19 pandemiyasidan keyin yanada ommalashib ketdi, bo'lyapti. Xo'p, endi bitta biz C varianti to'g'ri javob deb olaveramiz. Ikkinchi savolga o'tsak, one advantage of online learning mentioned in the text is that online learningda, ya'ni onlayn o'rganishda o'sha matnda berilgan yaxshi tarafni so'rayapti bizdan. Yaxshi taraf nima ekan? Students never need teachers. Talabalar o'qituvchilar kerak bo'lmaydi. Learners can study more flexibly. O'sha o'rganuvchilar ko'proq moslavuvchan muhitda o'rgana olishadi. All courses are free. Hamma kurslar tekin bo'ladi. Exams become easier. O'sha imtihonlar osonroq bo'ladi. Endi bizga yaxshi tomoni kerak, mana shuni matndan qidiramiz. Xo'p. One of the biggest advantages of online learning is flexibility. Students can often choose when and where they study, allowing them to balance education with work or family responsibilities. Xo'p, menimcha javob mashitdan chiqyapti, aytayaptiki, ana eng yaxshi taraflaridan biri bu moslashuvchanlik. Xo'p, talabalar moslasha oladi bunga. Students can often choose when and where they study, allowing them to balance education with work, family responsibilities. O'sha onlayn o'rganish ularga xohlagan paytlari, xohlagan joylarda o'qishga ruxsat beradi, ya'ni imkon beradi va ish bilan oila o'rtasidagi balansni ushlab turadi deyapti. Xo'p, endi bitta to'g'ri javob B javob bo'ladi, ya'ni xohlagan paytda moslashib o'rgansa bo'laveradi talabalar. Uchinchisiga o'tamiz. What problem do some online learners face? Xo'p, ba'zida o'sha onlayn o'rganuvchilar qanaqa muammolarga duch kelishadi? Hop, they must travel long distance. Ular uzoqroq joylarga borishlari kerak o'rganish uchun. They cannot use computers. Ular kompyuterlardan foydalana olishmaydi. They may lose motivation and have internal problems. Ularda motivatsiyani tushib ketishi bo'lishi mumkin yoki internet bilan bog'liq muammolar bo'lishi mumkin. They have too many teachers. Ularda o'qituvchilar juda ham ko'p bo'ladi. Endi biz matndan shu joyni oqtaramiz. Hop. Mana online courses also give learners access to teachers and educational materials from different countries, making high-quality education available to more people. Bitta chiqmadi, pastga o'tamiz. However, studying online is not always easy. Biroq o'sha online o'rganish har doim ham oson emas. Many students find it difficult to stay motivated without face-to-face contact with teachers and classmates. Others struggle because they don't have a reliable internet connection or suitable device. Javob mana shudan kelib chiqyapti. Mana shu jumlalarda o'rtasida bo'ladi. Ko'plab talabalar deyapti, o'sha motivatsiya tushib ketib qolishi mumkin. Nimadan bu yo'q bo'lsa, face to face communication yo'q bo'lsa, o'qituvchilar yoki classmatelar bilan, boshqalar bo'lsa, interneti bilan bog'liq muammolar bo'lishi mumkin deyapti. Endi biz mana shu jumlada o'qigandek, mana they may lose motivation and have internet problems.
ular o'sha motivatsiyani yo'qolishi yoki internet bilan bog'lanmada bo'lishi mumkin. To'g'ri javob C bo'lyapti. Endi 4-chi savolga ko'p chiqamiz. According to the writer, blended learning. O'sha yozuvchiga fikriga ko'ra aralash ta'lim nima? Completely replaces classroom education. Tamomila o'sha classroom education'ni alishtirib yuboradi online education bilan. Combines online learning and traditional learning. Online va an'anaviy o'rganishni uyg'unlashtirib yuboradi bir-biriga, ya'ni offline ta'lim bilan online ta'lim birga ketadi. Only works in universities. Faqatgina universitetlarda ishlaydi bu tizim. Is less effective than traditional learning. An'anaviy o'rganishdan ko'ra bu sal nimaroq, samarasi kamroq bo'ladi, deyapti. Endi biz shuna blended learning degan jumlani topamiz. In addition, spending many hours in front of screen may cause eye strain and reduce physical activity. Qo'shimcha ravishda ekranni qarshisida ko'p vaqt sarflash o'sha ko'zni charchatib qo'yadi, physical activityni kamaytirishi mumkin. Bu yerda javob chiqmadi, pastki qatorga o'tamiz. Despite these challenges, experts believe online learning will continue to develop. Garchi shu qiyinchiliklarga qaramasdan, ekspertlar ishonadiki, onlayn o'rganish bu rivojlanishda davom etadi. Many schools are now combining traditional classroom lessons with digital learning. Ko'plab maktablar hozirgi kunda an'anaviy o'rganish bilan shu onlayn o'rganishni uyg'unlashtiryapti, ya'ni birlashtiryapti. This approach, known as blended learning, allows students to enjoy the benefits of both methods. Bu yondashuv aralash ta'lim sifatida tanilgan talabalarga ikkala metoddan ham foyda olish imkonini beradi. Demak, onlayn bilan offline ta'limni birlashtirish bu blended learning deyilar ekan. Javob mana shu kelib chiqyapti mana. Many schools are now combining traditional classroom lessons with digital learning. This approach, known as blended learning, allows students to enjoy benefits of both methods. Xo'p, endi bizda shu variant qayerda berilgan edi? B varianti berilgan edi. To'g'ri javob B bo'lyapti. Xo'p, endi questions 5 to 9. Do the statements agree with text true false not given? Endi biz true false not given mashqiga o'tamiz. Online learning became more popular after the COVID pandemic. Online ta'lim o'sha COVID-19 pandemiyasidan keyin mashhur bo'lib ketdi. Endi bu yerda to'g'ri javob true bo'ladi, chunki matnni boshida aytildiki, onlayn ta'lim oldindan bo'lgan, lekin COVID-19 tufayli yanada mashhur bo'lib ketdi, deyapti. Mana more popular. Demak, to'g'ri javob bu yerda true bo'ladi. Xo'p, keyingisi Every student has a fast and reliable internet connection. Har bir talabaning o'zida tez va ishonchli internet connection bor, ya'ni aloqasi bor. Lekin matnda aytildiki, ba'zi talabalarda internet bilan bog'liq muammolar bo'lishi mumkin deyildi. Demak, to'g'ri javob bu yerda false bo'ladi. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Spending too much time looking at screen may affect student health. Ekranni qarshisida juda ham ko'p vaqt sarflash bu talabaning sog'lig'iga ta'sir qilishi mumkin. Endi mana shu jumla yuqorida keladi. Mana. In addition, spending many hours in front of screen may cause eye strain and reduce physical activity. Demak, to'g'ri javob bu yerda true bo'ladi. Xo'p. True'ni belgilab qo'yamiz. Xo'p, keyingisi Researchers believe that technology should completely replace teachers. Tadqiqotchilar ishonishadiki, texnologiya tamomila o'qituvchilar bilan almashishi kerak. Ya'ni o'qituvchilar chiqib ketib, uni o'rniga texnologiyalar o'qitish kerak. Biz degan fikr bildiryapti ekan. Endi o'sha joyni topamiz matnda. Researchers argue that technology should support teachers rather than replace them because personal communication remains an essential part of education. Xo'p, endi savolda o'sha ekspertlar aytish bo'yicha texnologiya tamomila o'qituvchilar bilan almashish kerak deyildi. Biroq matnda bo'lsa, navorot o'qituvchilar qo'llab-quvvatlash kerak deyildi, ular alishtirishdan ko'ra. Demak, ikkala ma'no bir-biriga qarama-qarshi bo'lyapti. To'g'ri javob false bo'lyapti. False javobni belgilab qo'yaveramiz. Xo'p, endi keyingi matn yoki keyingi savol. Blended learning includes both classroom teaching and online education. Yuqorida aytganimiz kabi, o'sha blended learning ham online ham offline o'rganishning jamlanmasi hisoblanadi. O'z-o'zidan to'g'ri javob etib turib bo'laveradi. Mana shu true false notga mashq bo'ladi. Xudo xolasa, keyingi darslarga test 2 ni ham ko'rib chiqamiz.